Mirjon aka, biz hozir qaysi jarayondamiz qurilishi? Biz o'sha Qo'qon shahar markazida qurilayotgan hozir Qo'qonim loyihasini o'sha katlovanini qazib, o'sha beton quyishga tayyorlash jarayonlari ketyapti. Hammaga tushunchaga ega bo'lish uchun shuni aytib o'tmoqchimiz. Biz -4 metr yer ostiga kirdik. Shundan 3 metrida 2,5 metr yer qatlam tugab, bizga hammaga ma'qul bo'lgan mana 1,5 metr o'sha zichlik shag'al turibdi. Tayyor yer qatlami juda biz aytgandan ko'ra zo'r, standart darajalardan ostidan ko'ra zo'r chiqdi. Baquvvat chiqdi. Bemalol endi buni betonga tayyorlab, mana hozir texnikalar ishlab, Alloh nasib qilsa uzoq 2-3 kun ichida zichligini o'rganib, katoklarni yurg'iztirib bo'lganimizdan keyin betonni boshlab yuboramiz. Shu hafta oxirigacha betonni boshlaydi inshaalloh. Mirjon aka, mana orqada tekislashlari ketyapti. Endi keyingi qadamlar qanaqa bo'ladi? Hozir bu jarayonga kelish uchun biz yerni olib chiqib tashlab, bu yerdan turpoqlarni olib chiqib tashladik. Ustidan keyin 30 sm zasipka qildik. O'zining texnik parametrlar yana 30 sm yumshoq shag'al bilan yana zasipka qildik. Hozir oxirida mana sariq turpoq bilan o'zi fundament, o'zi beton, o'zi podushka qismiga tayyorgarlik jarayonlari ketyapti o'zi. Shu hafta oxiriga, yangi hafta boshiga podushka beton quyish ishlarini boshlaymiz. Yaqin orada beton Yaqin orada tez kunlarda betonga o'tib ketamiz. Rahmat.